Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, old bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Xitoyning Indoneziyadagi 4 Uyg'urni indoneziyalik bir qochqinga almashtirishni talab qilganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Shundaqla İstanbulda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 13-navbatlik yig'inida bunun xulosasi dokumentida Sharq Turkistondan hech qanday bir shaklda tilga ilinmasligi Uyg'urlar orasida jiddiy g'ulg'ula qo'zg'adi. Bu munosabat bilan Hafiz Turkiston ismidagi bir shaxs Turkiston ahli sizlar uchun Alloh bor degan mavzuliq bu maqola jiddiy tarqalmoqda. Shundaqla Turkiya parlament boshlig'i İsmail Qahramon yangi asosiy qonunda sekularizm bo'lmasligi lozim degan bu so'zi Türkiye'deki öktücü partiyalarından ciddi karşılık uçurdu. Bu ve bunun da başka xabarlarımız diqqatinizda buldu. Diqqatinglar ekranımız olsun. Bu yıllık Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık uçuruşunun baş temisi belgilendi. Her yılı bir qatım Türkiye'de ötküzülüp kelayotgan Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık uçuruşunun bu yıllık temisi Şarkı Türkistan mücadelesinde sağlam fikir, doğru hareket qilib belgilendi. Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti ve Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık Kengişinin o'rinlashtirilishi dünyanın o'xshash bo'lmagan davlatlardan kelgan Uyghur siyasi aktivleri, ziyaliler, dini alimler ve teşkilat vekillerinin qatnashishi bilan her yılı bir qatım Türkiye'de ötküzülüp kelayotgan Dünya Şarkı Türkistanlıklar Qeyrindaşlık uçuruşu bu yıl 8. yılıga qadam qo'ydi. 25 aprel açılgan kengash yig'inida bu yıllık uçuruşning temasi Şarkı Türkistan mücadelesida sağlam fikir, to'g'ri harakat qilib belgilendi. 25 aprel tushdan keyin İstanbulga joylashgan Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyatining chapidagi markazda 8. navbatlik Dünya Sharq Turkistonliklar Qeyrindaşlık uçuruşuning tayyorlik xizmatlari doirasida kengash yig'ini o'tkazildi. Yig'inga jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon va jamiyatning idora hay'at a'zolari va Qeyrindaşlık kengashining bir qism a'zolari qatnashdi. Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining raisi va bosh kotibimi yig'inga ishtirok qilib, qimmatli fikr takliflarini berdi va faoliyatni qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Yig'inda muzokara qilish orqali bu yil iyul oylarida chaqirilishi mo'ljallangan Qeyrindaşlık uçuruşuning temasi Sharq Turkiston mücadelesi yo'lida sağlam fikir, to'g'ri harakat qilib belgilendi. Hindistonning Dulqin Aysoning vizasini bekor qilishi g'ulg'ula qo'zg'adi. Uyg'ur masalasining Xitoy va Hindiston munosabatlarida so'g'uqchilik paydo qilishi diqqat tortdi. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi Dulqin Aysoning Hindiston vizasining bekor qilinishi xalqaro matbuotlarda kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Uyg'ur masalasining Xitoy va Hindiston munosabatlarida so'g'uqchilik paydo qilishi diqqat tortdi. Egilinishda Dulqin Ayso va Amerika Uyg'ur birlashmasining muavin raisi Ilshod Hasan 28 aprel Hindistonning Dharamsala shahrida chaqirilgan Xitoy besimi ostidagi millatlarning kishilik haq-huquqlari temasidagi yig'inga Uyg'urlarga vakolatan qatnashadigan bo'lib, Hindiston elchixonasi dastlabda ularga sayohat vizasi bergan. Bu yig'in surgundagi Tibet hukumatining sohibxonligida ochilgan bo'lib, Tibet, Mo'ng'ul, Tayvan qatorliq rayonlardan kelgan vakillar qatnashdi ekan. Bu ish Xitoyning noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Hindiston axborotining bu vaqtdagi savoliga javob berganda, Dulqin Aysoning xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti va Xitoy soqchilari qizil rangli tutish buyrug'i chiqargan terrorchi ekanligini bildirgan va munosabatli davlatlarning uni sudga topshirish majburiyati borligini aytgan. Hindiston taratqullari bu ish Hindiston Xitoy munosabatlaridagi yangi bir to'lqin shakllantirdi deb xabar qilishdi. Hindiston vaqt kesida Hindistonning Dulqin Aysoga viza berishi Xitoyning Hindiston BDT xavfsizlik kengashining terrorchilar tizimiga kirgizishni talab qilgan Mas'ud Azharni oqliganligiga berilgan javob deb qaraldi. Bu ishning Hindiston bilan Xitoyning chegara talash tortishini muzokara qilayotgan bir vaqtga to'g'ri kelganligiga diqqat tortdi. Lekin shanba kuni Hindiston doiralari uningga vizasining amaldan qoldirilganligini uqtirgan. Dulqin Ayso bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Xitoyning o'ziga bo'kton choplaganligini aybladi va Hindiston hukumatining o'z vizasini bekor qilayotganligidan afsuslanganligini bildirdi. Xi Jinpingning dindan ogohlantirishi inkas qo'zg'adi. Xitoy raisi Xi Jinpingning mamlakatlik diniy xizmatlar yig'inida qilgan so'zlari xalqaro matbuotlarning diqqatini tortdi va inkas qo'zg'adi.
Xitoy Xinhua to'rining xabar qilishicha, Xi Jinping 4-oyning 22 va 23 kunlari ochilgan mamlakatlik diniy xizmat yig'inida har darajalik organlarni dinning singib kirishidan ogohlantirgan. Xi Jinping so'zida chegara sirtidan kiradigan yomon niyatlik diniy faoliyatlar va oshqun fikrlarning oldini olish kerakligini, bo'libmi internet orqali elib beriladigan diniy faoliyatlarning oldini olish kerakligini ta'kidlagan. Xitoycha alohidlikka ega sotsializmlik din nazariyasi chingtirishni partiya a'zolaridan marksizmlik ateizmchi bo'lishni va dindan o'zining qimmat qarashini izlamaslikni talab qilgan. Uning so'zlari g'arb matbuotlarining diqqatini tortdi va norozilik inkoslarini keltirib chiqardi. Turkiya matbuotlari bu vaqtdagi xabarga keng o'rin berdi. Matbuotlarda Xitoyning Sharq Turkistonda nurg'un diniy faoliyatlarga cheklama qo'yganligi tilga olindi. Xitoyda diniy bostirishning kuchayayotganligi ta'kidlandi. Xitoy Sharq Turkistonda atalmish asabiylik, zo'ravonlik nomida diniy erkinlik va milliy madaniyatga qarata bostirish elib bormoqda. Bir qism matbuotlar Xitoy asosiy qonunida diniy erkinlikni qo'g'daymiz deyilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy amaldorlarining Xitoycha alohidalikka ega din nazariyasi nomida diniy faoliyatlarga cheklama qo'yayotganligini, kontrollik va nazoratni kuchaytirayotganligini ilgari surdi. Bir oiladan bir kishiga o'lim, 6 kishiga qamoq jazosi. Sharq Turkistonning Onsu noyisi Chag'roq yezisida ma'lum bir oiladan bir qarindoshning etib etilganligi, 5 qarindosh va bir kuyovning qamoq jazolariga hukm qilinganligi oshkorlandi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Onsu Chag'roqdagi Muniyaz oilasida 6 o'g'il, bir qiz, 7 qarindosh bor bo'lib, bulardan eng cho'ngi Abdulla Muniyazga 1997-yili Urumchida yuz bergan avtobus portlatish voqeasiga chetilib, shu yili o'lim jazosi berilgan. Yasin Muniyaz bilan Abduvoyid Muniyaz hijrat safarida Vyetnamdan qaytirib akelinib 17 va 13 yillik kesilgan. Aqniyaz Muniyaz, Abdurasul Muniyaz va Ablikim Muniyazlar milliy o'chmanlik ayblamasi bilan 11 va 9 yillikdan kesilgan. Oildagi birdan-bir qiz qarindosh Oyshamgul garchi jazolanmagan bo'lsa-mu, uning yo'ldoshi Emin Abdurahim hijratga pul to'plash sababli kesilgan. Muniyaz oilasining jazolanish ahvoli haqida yuqorqi ma'lumotlarni Chag'roq yeza 2-kentining amonlik mudiri bergan bo'lib, garchi u 7 qarindoshdan Abdulla Muniyazga 1996-yili Urumchidagi avtobus portlatish voqeasiga chetilib o'lim jazosi berilganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy JX tarmoqlarining to'rda e'lon qilgan 1996-yildan 2000-yillardagi cho'ng dilolar nomli dokumentida Abdulla Muniyaz ismli gumondorning 1997-yili Urumchida yuz bergan 25 fevral avtobus portlatish voqeasiga chetilib o'limga buyurilganligi bayon qilingan. Mazkur dokumentda bayon qilinishicha, 25 fevral avtobus portlatish voqeasida 3 avtobus teng vaqtda portlagan va voqeada 9 kishi o'lgan, 68 kishi yaralangan. Gerçi yuqorqi amonlik mudiri Muniyaz oilasidagi 5 qarindosh va bir kuyovning chetishlik dilosining tafsiloti haqida ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo rayonning vaziyati va mazkur oilaning tarixi mazkur oilaning 1997-yildagi avtobus portlatish voqeasi sababli kollektiv jazolanganlik ehtimolligini oshkorlamoqda ekan. Uyg'ur musofirlari masalasi xalqaro ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Germaniyaning Berlin shahrida Uyg'ur musofirlari masalasi xalqaro ilmiy muhokama yig'ini chaqirildi. Uyg'ur musofirlari masalasi o'tmishdan hozirgacha nomli mazkur xalqaro ilmiy muhokama yig'ini Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishi, Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining iqtisodiy yordami hamda vakolatsiz millatlar tashkiloti va xatar ostidagi millatlar tashkilotining hamkorlashishi bilan chaqirilgan bo'lib, 25 va 26 aprel 2 kun Germaniya poytaxti Berlinda elib berildi. Bu yig'inga Amerika, Avstraliya, Norvegiya, Gollandiya, Shveysariya, Qirg'iziston, Turkiya va Yaponiya qatorliq davlatlardan kelgan Uyg'ur faoliyatchilar qatnashdi. Yig'inni qo'llagan va hamkorlashgan har qaysi tashkilotlarning vakillari yig'inga ishtirok qilib so'z qildi. Yig'inda Uyg'urlarning ko'chish tarixi, muhojiratdagi Uyg'urlar duch kelayotgan masalalar ustida ilmiy dokumentlar berildi. İstanbul'da chaqirilgan İslam Hamkorlik Tashkiloti 13-navbatlik boshliqlar yig'inining xulosa dokumentida mazlum Sharq Turkistonning tilga elinmasligi Uyg'urlar orasida norozilik inkoslarini qo'zg'adi. Yaqinda İstanbul'da chaqirilgan İslam Hamkorlik Tashkiloti 13-navbatlik boshliqlar yig'inining xulosa dokumentida mazlum Sharq Turkistonning tilga elinmasligi Uyg'urlar orasida norozilik inkoslarini qo'zg'adi.
Türkistan vaqti to'rining arabcha va uyg'urcha sahifalarida Hafiz Turkistoni nomida Turkiston ahli sizlar uchun Alloh bor mavzuliq bir maqola berilgan. Maqolada avtor Istanbulda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkiloti yig'iniga zo'r umidlarni bog'lagan bo'lsa-mu, lekin yig'inning bayonotnomasida Xitoy zulmi ostidagi musulmonlar diyori bo'lgan Sharq Turkiston haqida biror jumla so'zning qilinmaganligini, bu ishning o'zini umidsizlantirganligini o'ttirg'a qo'ygan. Maqolada avtor Turkiyadan boshqa islom allarining Sharq Turkiston masalasini bilib ketmaydiganligi va bilishni xohlamaydiganligini, yig'inning Turkiyada chaqirilganligi uchun xursand bo'lib umid bog'laganligi va yig'inni kuzatganligini, lekin yig'in oxirida Sharq Turkiston haqida hech qanday gap so'z bo'lmaganidan hayron qilib, mayuslanganligini bildirgan. Avtor maqolasida mundaq degan: Chet elda yashayotgan bir Turkistonlik Uyg'ur muhojir bo'lish sifati bilan Istanbulda chaqirilgan 13-navbatlik Islom hamkorlik tashkilotining dag'dug'liq ochilgan yig'inini kuzatdim. Yig'inning Turkiyada ochilganligidan va Turkiyaning tashkilotning raisi bo'lganligidan xursand bo'lib, umidlarni bog'lagan edik. Chunki Turkiyadan boshqa davlatlar Sharq Turkiston masalasini, dard alamlarini yaxshi bilib ketmaydi, bilishni xohlamaydi. Shuningdek bu yig'inga nisbatan ko'p umid bog'lab ketgan ekanmiz. Afsuski yig'inning 218 moddalik bayonnomasi dunyodagi barliq musulmonlar, hatto musulmon emaslarning masalasi ustida to'xtalibdi. Xitoy ishg'oliyatida ingravotgan Xitoylar Xinjiang deb ataydigan Sharq Turkiston haqida bir jumla bo'lsa-mu so'z qilinmabdi. Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarga bo'layotgan zulm, besimlar shuncha ig'ir va vahshiy bo'lishga qaramay, Uyg'ur musulmonlar haqida bir eg'iz bo'lsa-mu so'z qilinmaganidan qattiq hayron qoldik, mayuslandik. Aslida kallamda ba'zi davlatlar va tashkilotlarning samimiyati va mas'uliyatlari haqida ko'plagan savollar bo'lsa-mu, Turkiyaga bo'lgan hurmatim yuzidan savollarni so'ramayman. Ishni olamlarning Parvardigori Allohga havola qilaman. Ey Robbim, ey Allohim, bizlarni musulmon qarindoshlarimiz untudi. Bizlarni sening va bizning o'rtaq dushmanimizga yam bo'lish uchun yolg'iz tashlab qo'ydi. Bizga sendan boshqa yordamchi yo'q, sendan boshqa kuch ato qiluvchimi yo'q. Ey Robbim, ey Allohim, ey davomli hayot o'lmaydigan Alloh, sening rahmatingdan yordam so'rayman. Bizga rahim qilg'aysan. Ey Alloh, biz sening bandalaring, sening shariatingni hayotimizda tatbiqlashdan boshqa jinoyatimiz yo'q. Ey Alloh, kitobing Qur'oni Karimni o'rgatganligi uchun zindonlarda qiyin qistoqda azoblanayotgan narsili bolalarning qon yoshlari uchun bo'lsa-mu, bizlarga rahim qilg'aysan. Ey Robbimiz, hijoblanganligi uchun zindonlarda qiynalayotgan, boshlaridagi yog'liqlari tortib elinib, kiyimlari yirtilib, iffat nomuslari dafsanda qilinayotgan och singillarimizning noli faryodlarining hurmatidan bo'lsa-mu, bizlarga rahim qilg'aysan. Ey Alloh, gunohsiz o'g'il qizlari o'ltirilayotgan onalarning ahuzarlari yuzidan bizlarga rahim qilg'aysan. Ey Alloh, bizlar gunohkor bandalaringdirmiz. Biz sana o'z loyiqida qulchilik qilolmadik. Sening rahmating, nusratingga layoqatlik emasmiz. Lekin sen rahimliklarning rahimlikroqidirsan. Rahmating gunohlarimizdan kattadir. Rahmating g'azabingdan eshib ketgandir. Bizlarni keng rahmating bilan qutqazg'aysan. Vatanimizni zolimlardan va ularning zulmlaridan qutqazg'aysan. Zolimlar bizning mu'min qavmimizni qirg'in qilib, yer yuzidan yo'qotishni orzu qiladi. Bu nejis orzularga yetish uchun barliq zulm, zo'ravonliklarni ishiltiyotdi. U zolimlarni nejis maqsadlarga yetkazmagan. Ey Alloh, kofirlarni mu'minlar ustidan g'olib kelishga yo'l qo'ymagin. Amin. Bu maqola ijtimoiy aloqa turlarida keng ko'chirib tarqatildi. Bu maqolaga tushgan ba'zi inkaslarda Uyg'urlarning o'z ichidan uyushib, mushunda xalqarалық yig'inlarga vakil qatnashtirsa, Sharq Turkistonni tunishtirishga foydasi bo'lganligi o'tirg'a qo'yildi. Türkiye parlament başlığı yeni asasi kanunda sekularizm bo'lmasligi lozim dedi. Türkiye parlamentinin başlığı İsmail Kahraman'ın yeni asasi kanundan sekularizmni chiqarib etib, İslamga uygun haldeki asasi kanun tüzüp çıkış hakkında kılgan sözleri Türkiye'deki öktücü partiyalarının narazılık inkaslarını keltirip çıkardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlığı İsmail Kahraman, İslam Elleri Akademik ve Yazıcılar Birliği tarafından uyuşturulgan Yeni Türkiye konferansları 6. nöbetlik Yeni Türkiye ve Yeni Asasi Kanun temalı yığın katnaşqanda kılgan sözde adaletin ayrılmaslıqning ahmiyetini tilga elib, asasi kanunni barpo qildigan irodaning xalq ekanligini bildirdi. İsmail Kahraman yeni asasi kanunda sekularizmning chiqarib etilib,
islomni asos qilgan holda tuzilishi kerakligi haqida to'xtalib, e'tiqodimizga o'xshash asosiy qonunning hech qanday bir yerida Alloh kalimasi uchirmaydi. Lekin asosiy qonunlar e'tiqodga asosan turga ayrilsa, 1982-yili ma'qullangan asosiy qonunmi 1961-yildagi asosiy qonunmi dindor asosiy qonunlardandir. Nima uchun? Diniy ishlar idorasi ma'muriyat ishida bor. Rasmiy dam olishlar, Qurbon hayit, ro'za hayit, diniy darslar majburiydir va e'tiqodga bog'liq bir qurilma bor. Ya'ni sekular emas, dindor asosiy qonundir. Tabiiyki, sekularizm yangi asosiy qonunda bo'lmasligi kerak. Dunyoda 3 asosiy qonunda sekularizm bor. Ular Fransiya, Irlandiya va Turkiyadir. İzahatımı yo'q. Har kishi buni xohlagancha tushundirdi. Bundaq bir ish bo'lmasligi lozim. Har kishi diniy e'tiqodida uningga ko'ra yashashda va uni ifodalashda erkindir. Alloh demaysiz, o'lgan dedamsiz. Bizda shundaq bir ahvol bor. Islomga asosan tug'ilasiz, quliqingizga azon o'qiladi, Shveysariya qonuniga asosan cho'ng bo'lasiz, o'ylanasiz. Germaniya savdo qonuniga asosan tijorat qilasiz. Italiya jazo qonuniga agishsiz, ammo o'lgan chig'ingizda yana musallaning gapini qilasiz. Yana bismillah deb safar qilasiz dedi. Parlament boshlig'i bo'lish sifati bilan Ismoil Qahramon navbatda Turkiyada yangi asosiy qonun tuzish xizmatlariga riyosatchilik qilmoqda. Uning so'zlari o'qituvchi partiyalarning kuchlik noroziligini keltirib chiqardi. Turkiya Cumhuriyeti Raisi Recep Tayyip Erdoğan bu haqda ifoda bildirib, Turkiyaning barliq dinlar bilan barobar orliqni saqlaydiganligini bildirdi. Xitoyda arqa-arqadan ximiya sanoat zavodlari portildi. Necha kun ichida Xitoyning Jiangsu va Jiangxi o'lkalarida ximiya sanoat zavodlari portlash voqeasi yuz berdi. 22 aprel tushdan burun Xitoyning Jiangsu o'lkasi Zhejiang shahridagi bir shirkatning iskilatida gaz baklari portlagan. Portlashdan keyingi o't yalqini va istutak necha kilometr yiroqlikdan ko'ringan. Portlashda bomba portlaganga o'xshash mogosimon istutak hosil bo'lgan. Xitoy taratqullari bu o'tning 16 soatda aran o'chirilib bo'lganligini xabar qildi. Lekin voqea sababi va o'lim yorilish ahvoli haqida ma'lumot berilmadi. Xabar qilinishicha, shu yerdagi bexatar ishlab chiqarishga nazoratchilik qilish idorasi bir oy burun bu zavodga qarata tekshirish olib borgan ekan. Egilishicha, portlash yuz bergan o'rin aholilar o'ltiraq rayoniga aran 1 kilometr keldi ekan. 25 aprel saharda Jiangxi o'lkasi Jiangsu shahridagi bir ximiya sanoat zavodida o't ofati yuz bergan. O't nihoyatda shiddatli bo'lib, necha yuz metr yiroqlardan ko'ringan. Xitoy axboroti bu voqeada 2 odamning o'lib, 1 odamning yo'qolib ketganligini e'lon qildi. Xitoyda ximiya sanoat zavodlari va boshqa ishlab chiqarish o'rinlarida hodisa yuz berish soni ko'paymoqda. O'tgan yili Tianjin portida yuz bergan portlashda Xitoy necha yuz kishining o'lganligini e'lon qildi. Lekin voqealarning hammasida sababi va ziyon ahvoli yoshirilmoqda. Indoneziya yana bir Xitoy kemasini tutib qoldi. Indoneziya doiralari yana bir Xitoy baliqchilik paraxodini tutib qoldi. Shundaqla paraxodga 29 kishining hammasini qo'lga oldi. Ularning 25i Xitoy, 4i indoneziyalik. Indoneziya doiralari shanba kuni qonunsiz baliq tutganligi sababli bir necha davlat va xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti tomonidan tutish buyrug'i chiqarilgan bir Xitoy baliqchilik paraxodini qo'lga olgan. Paraxodga 29 kishining hammasi tutib ketilgan bo'lib, ularning 25i Xitoy, 4i indoneziyalik ekan. Indoneziya dengiz armiyasi Xitoyning Joushan'da tizimiga oldirilgan Huali 8 nomli Yiroq okean baliqchilik paraxodini qo'g'lash jarayonida o'q chiqarib ogohlantirish bergan. Naq maydondan tortilgan filmdan paraxod kabinkasining aynaklarining o'q tegib chiqilib ketganligini, paraxodning o'q izi borligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Paraxodga 25 Xitoy va 4 indoneziyalikning hammasi tutib ketilgan bo'lib, puti yaralangan biraylar qutqizish mashinasiga chiqarilgan. Bu paraxod ilgari Argentinada qonunsiz baliq tutgan. Argentina yaqinda qonunsiz baliq tutishga zarb berishni kuchaytirgan bo'lib, o'tgan oyda Xitoyning bir paraxodini cho'kirib o'tgan edi. O'tgan oyda Indoneziya qonunsiz baliq tutish masalasi sababli Xitoy bosh elchisini chaqirtgan edi. Xitoyning qarzi rekord yaratdi. Dunyodagi cho'ng iqtisodiy gavdalardan biri bo'lgan Xitoyning qarzi 25 trillion Amerika dollariga yetib, rekord saviyasiga yetdi. Xitoy qarz summasining eshish sur'ati andish qo'zg'amoqda. Angliya pul muomala pochtigasining xabar qilishicha, Xitoyning 3-oyning oxiridagi sap qarz summasi 163 trillion yuanga yetgan. Qarz summasi GDP ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatida egilagan nisbati birinchi faslda eshib
237%ga yetgan. Bu yangidan gullanayotgan boshqa davlatlarga qaraganda xeyli yuqori ekan. Xitoy qarzining o'sish sur'ati eng andish qilinayotgan masala bo'lib, Xitoy qarzining GDP'da egilagan nisbati 2007-yildagi 148% dan hozirgi holatga kelgan. Xitoyning qarz masalasi siyosat belgilaguvchilar duch kelayotgan eng muhim masalalarning biri ekan. Sharq Turkistonlik o'smirlar xalqaro balla bayramilik faoliyatlarga qatnashdi. Sharq Turkistonlik o'smirlar Turkiyaning Kocaeli shahrida o'tkazilgan xalqaro balla bayrami faoliyatlariga qatnashdi. 23 aprel kuni Turkiyaning balla bayrami bo'lib, Kocaeli viloyati bir qancha yildan beri dunyoning 40 dan ortiq davlatlaridan o'smir ballarini taklif qilish bilan xalqaro faoliyat o'tkazib kelmoqda. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan o'xshamagan irq, millat va tildagi o'xshamagan madaniyat va dindagi o'smirlarga Turkiyani shundaqla dunyoni tanitish, Turkiyaning madaniyati, tarixi va xalqini texmo yaqindan tanitish, ular bilan ko'ngil beg'i qurish maqsadida o'rnashtirilgan bu faoliyatga Sharq Turkistonlik o'quvchilarmi 2013-yildan beri qatnashib kelmoqda. Bu yil 5-da taklifnoma topshirib olgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati Sharq Turkistonlik bolalardan 23 kishilik bir guruhni tayyorlab, ularni bu faoliyatga qatnashtirdi. Bir nafar rahbar va 3 nafar yordamchi o'qituvchi, bir nafar muxbir bilan 20 aprel Kocaeliga yetib kelgan bu guruh bir-biridan zich o'rinlashtirilgan 5 kunlik faoliyatga to'liq qatnashib 25 aprel Istanbulga qaytib keldi. Bu 5 kunlik faoliyatda Kocaeli viloyatining o'rinlashtirishi bilan qarshi elish programmalariga, bir qancha imom xatib maktablarini ziyorat qilishga, ojiz va meyib bolalarni tarbiyalash markazlariga, fan bilim muzeylariga elib berilgan va bu yerlarda Uyg'urcha xalq usuli faoliyati elib borgan farzandlarimiz 21 aprel kuniga o'rinlashtirilgan shahar ichi yurishlariga qatnashdi. Shahar boshlig'i va vali tarafidan qabul qilinib, sovg'a taqdim qilish qatorliq faoliyatlarga va valilar bilan birlikda do'stlik darixi tikish qatorliq faoliyatlarga qatnashdi. 23 aprel oqshomda 1000 dan ortiq tomoshabin qatnashgan zalda Sharq Turkiston Uyg'urlarining mashrab usulini o'ynagan bolalar suyumlik chehri, yarashimli qiyofatlari va abjil harakatlari bilan tantanalik holda e'lon qilingan Sharq Turkiston guruhi nomiga loyiq nomer o'rinlab, dunyoning 41 davlatida bevosita tarqatilgan televizor kanalda Sharq Turkiston bayrog'ini lapildatib qizg'in olqishga erishdi. 24 aprel kuni İzmit shahrining eng manzarali dengiz sohiliga o'rinlashtirilgan cheniqish va laglak uchirish faoliyatiga qatnashgan o'smirlarimiz o'zlari mehmon bo'lib qolgan Hamid O'zdog' imom xatib o'ttir maktabidagi do'stlari va oilalar bilan birga dala tamoqini birga yeyishdi va Kocaeli viloyatlik shaharlik hukumat tomonidan hadiya qilingan turli hadiya buyumlarini topshirib oldi. 25 aprel soat 10da Hamid O'zdog' imom xatib o'ttir maktabining yig'in zalida uzatish marosimi o'tkazilib, bu yerga kelgan har bir Sharq Turkistonlik o'quvchi va o'qituvchilarga xotira buyumi tarqatib berildi. Ayrilish minutlarida intayin ta'sirli ko'rinishlar qoldirgan o'smirlar o'zlariga intayin ahamiyatli xotirlarni yashatgan, xuddi o'z ota-onasidek hamda bir tuqqan qarindoshdek bo'lib ketgan oilalarga takror tashakkurlarini bildirishdi. Shundaqla sohibxon oilalar va bolalar ko'z yoshlarini tutolmagan holda yig'ilishib xo'shlashdi. O'zlarining bu muvaffaqiyatlik va mangu unutilmag'dak ma'nilik faoliyatlaridan to'limi suyungan o'smirlar bu xil faoliyatlarga har doim qatnashishni xohlaydiganligini kuchlik talab qilishdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Programmamizning oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.